Ingliz tilida sochimni oldirdim yoki kestirdim deyishni usullari juda ham ko'p. Misol uchun I got a haircut deyishimiz mumkin. Bunda haircut bitta so'z qilib yoziladi, chunki u ot, noun. Lekin undan tashqari I got my hair cut deyishimiz ham mumkin. Bunda esa haircutni ajratib yozishimiz kerak. Chunki bu yerda biz get something done strukturasini ishlatyapmiz. U yerda have something done strukturasiga o'xshab ketadi, lekin uni farqi shundaki have something done'ni biz ko'pincha kimgadir iltimos qilib yoki buyruq berib bajartirishni nazarda tutamiz. Lekin soch oldirish unaqa narsa emas. Shuning uchun I got my hair cut degan to'g'riroq bo'ladi. Yana bitta varianti I cut my hair deyishingiz ham mumkin. Bunda siz aytishingiz mumkin nimaga? Chunki sochimni o'zim kesmayman deyishingiz mumkin, lekin ingliz tilida bu ham to'g'ri variant. I cut my hair desangiz ham sochimni kestirdim degan bo'lasiz. Shu o'rinda qiziq bir fakt, sartaroshlik kasbi dunyodagi eng baxtli kasblardan biri ekanligini bilarmidingiz? 2011-yil Britaniyada o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, sartaroshlar eng baxtli kasb egalaridan biri hisoblanar ekan. Bunga asosiy sabab ularda hisobot beradigan boshliq yo'q va ular har xil odamlar bilan suhbat qurishadi, ularni chiroyli qilib qo'yishadi, odamlarni xursand qilishadi va bundan o'zlari ham xursand bo'lishar ekan.